Va nihoyat yetib keldim, lekin biroz kechga qoldim-ku, mayli. Endi mashina yo'lda buzilib qolganini hisobga olmaganda juda ham normali tezroq yugurib keldim, ya'ni to'g'riroq yurib keldim. Ya'ni to'g'rirog'i mashina yurib keldi. Obbo, dabdala mashina ekan, bu mashinani ikkinchi marta shaharga haydab bormayman. Yana bir marta avariyaga uchradim. Nahotki shunaqa ham rasvo mashina bo'ladi. Oldin ham avariya bo'lgandim. Portlab ketmasa bo'lgandi. Bo'ldi, hozir men mana bu daraxtni sindirib tashlayman va bir amallab mashinani uzib olaman. Bo'ldi, normalli, menimcha yaxshi normalli. Endi buni uyimning yoniga haydab olib boraman. Keyin esa mazza qilib dam olaman. Juda ham charchadim. Kechasi bilan yo'lda yurish, to'g'risini aytsam, juda ham jonimga tegib ketdi. Ikkinchi marta kechasi mashina bilan yo'lga chiqmayman. Bo'ldi, endi bo'lgan ish bo'ldi. Endi mashinani shu yergami yoki uyimning yonigami qayergadir parkovka qilib qo'yaman-da, kirib mazza qilib uxlayman. Menimcha shu yer eng zo'r joy. Bu yerdan zo'r joyni topishni o'zi qiyin masala emas, prosta hozirga qiyin masala. Chunki kechasi uyqusirab turibman, tekis joy izlab o'tiramanmi, datchik ham o'chmay asabga tegyapti. Bo'ldi shekilli o'shdi. Bo'ldi, men uni yopib qo'yaman. Nomeri takoy ko'rasizlar, TSH yozilgan, ya'ni ism familiyamning bosh harfi. Menimcha mana bu daraxtni joyiga qaytarib qo'ymasam, ertalab turib qaragan jitel birortasi hushdan ketib qoladi. Bu daraxt qanasiga havoda mualla qotib qolgan deb. Bo'ldi, endi jonajon uyimga kirib ozroq uxlab olay. Ko'ryapsizlar, rostdan ham TSH yozilgan, ya'ni ism familiyamning bosh harflari juda ham ajoyib qilib ishlangan mashina va nomeri. Xo'p, qani hamma narsa joyida, mazza qilib uxlaydigan vaziyat bo'pti. Stop. Orqamdagi qanaqa tushunmadim. Qanaqa jitel edi? Qanaqadir jitel turgan. Menimcha ko'zimga ko'rindi, chunki yo'lda har balo tushunmadim. Polimga nima bo'ldi? Polimni kim bunaqa ahvolga solib ketdi? Cho'ta g'alati. Yo, nima kimdir uyimni ichiga kirib futbol o'ynadimi, nima qilib tashagan? Obbo, shu yetmay turganda endi buni to'g'rilash kerak. Mayli, ertaga qilay qolay. Chunki bugun juda ham charchadim. Hozir bir amallab yotib olsam, belim bukchayib qoldi, yota olmayapman ham. Bo'ldi, endi uxlab ertalab turib qilaman hamma ishni. Ertalab bo'pti-ku, lekin unchalik yaxshi uxlay olmadim, chunki kechasi ancha kech uxlagandim. Va hozir kirkam qani edi? Kirka. Mana bu qanaqa polimni to'g'rilab borayin. Keyin polizda ham ishlayman, mayli. Mana bu derazacha ham kerak bo'ladi va bu yerdagi ortiqcha kerak emas narsalarni iloji boricha uzoqroqqa yo'qib kelaman. Tak, yopib qo'yaman, bo'ldi. Mashina turibdi. Kecha olib kelib shu yerga parkovka qilib qo'ygandim. Albatta yo'qolib qolmaydi, chunki qayerga ham yo'qolib qolishi mumkin. Mana shu musorlarni uzoqroqqa olib borib tashab kelsam, menga umuman bir tiyinlik foydasi tegmaydigan, kerak emas bo'lgan musorlar, bloklar, ortiqcha narsalar xullas. Xo'p, ana endi qiladigan ishim albatta o'sha polimni to'g'irlash. Janob mer yoniga borib kelayinchi birinchi. Yoki janob merni yoniga soliqlarni birato'la olib borganim yaxshimikan? Yoki tosh olib kelganim ma'qulmikan? 3-4 ta ish to'lib ketdi birdaniga. Qaysi birini ham qilishni bilmaydi odam. Xo'p, hozir bu yerga tashlaymiz. Bo'ldi, normalli. Kecha qanaqadir manyak jitilmi, shunga o'xshaydigan narsa ko'rgandim. Menimcha u tushimda ko'rdimmi deb o'ylab qoldim. Yoki-da o'ngimda ko'rdimmikan? Sizlar bilsanglar kerak, axir videoni kuzatib turibsizlar, kommentariy yozinglar, tushimda ko'rdimmikan, o'ngimda ko'rdimmikan? Men o'zimda o'ylashim bo'yicha tushimda ko'rdim, lekin uxlaganim yo'q edim-da u vaqtda. Uxlamagan bo'lsam qandaysiga tushimda ko'rishim mumkin? Yoki ko'zimga prosta ko'rindimikan? Yoki uyqusirab turganim uchun boshim aylanib qanaqadir g'alati holatlar bo'lganmi, bilmayman. Mayli, hozir mana bu yerdan tezroq toshlarni olib borayin, polni to'g'rilab olaman. Lekin qizig'i, polim ham buzilib qolgan. Balki o'sha yaramas manyak jitel kirib uyimni hamma yo'g'ini buzib tashagandir. Yo'q, bo'lishi ham mumkin emas, chunki u hech qanaqangi buzg'unchilik ishlar bilmaydi-ku, ot ekaniga qo'rqib ketdim. Lekin eshigim ham g'alati bo'lib qolgan. Eshikni ham buzganga o'xshaydi. Berga musorlarni tashab ketayin. Buzganda keyin qaytarib joyiga qo'yib qo'yganmi, hayronman. Yo'q, bilmadim, nimadir bo'lgan xullas. Xo'p, hozir pollarni to'g'rilab borish kerak. Nechta blokni titib tashagan? Bitta buzilgan, ikkita bu yerdan bitta ekan.
Mana bu yerdan bitta, bu yerdan ham bu hamma bloklarni titib tashlagan. Yaramas. Kim bo'lsa ham ko'rganimda bormi, yaxshilab so'kardim 1-2, lekin so'kish yaxshi emas. Bo'pti, mayli. Hozir joyiga qaytarib to'g'rilab qo'yib yuboraman. Bu yerda ham bir nechta qolib ketibdi, to'g'ri, 2 tami, bilmayman, 4 tami. 4 degan bo'ldi. Yo'q, bunisiga ham bor ekan ozroq titilgan joy. Mana va mana juda ham tekis bo'ldi deb hisoblayapman, lekin adashgan bo'lishim ham mumkin. Bo'ldi, normalli. Ana endi hozir janob merdan borib so'rab kelishim kerak. O'sha yaramas manyak jitel edimi, qanaqa jitel edi, u qayerdan kelib qolgan, o'sha narsalarni aniqlashim kerak. Menimcha janob mer aniq biladi, chunki qishloqda nima bo'layotgan bo'lsa hammasidan xabardor. Jitellar borib birinchi bo'lib janob merga aytadi bo'layotgan muammo problemalarni. Qishloqda mana shunaqa muammo bo'lyapti, mana shunaqa g'alati jitel paydo bo'lgan deb hammasi borib qo'rqqandan, vahima qilgandan janob merga aytib beradi. Keyin janob mer o'zi hammasini tinchlantiradi yoki muammoga yechim topadi. Ba'zi vaqtda muammoga yechim topolmasdan meni chaqiradi, jo'xa kelib, mana shu stop. O yaramas manyak. Qani? Stop. Qayoqqa ketdi? Yo'q bo'lib qoldimi? Tushunmadim. Rostdan ham demak manyak bor ekan. Bu ko'zimga ko'rinmagan ekan, yaramas. Hozir mendan ko'radi. Tak, qayerdadir qurolim bo'lishi kerak edi. Mayli, qurol hozircha shart emas. Janob merga borib aytib kelayin. Qanaqadir nima edi, xavfsizlik choralarini ko'rmasak, bu yaramas manyak jitel yana qishloqdan muammo chiqaradi. O'zi shu vaqtgacha bir necha marta muammo chiqargandi. Assalomu alaykum janob jitel. Nima gap? Ko'mir olib kelgandim, pulni bersangiz agar zo'r bo'lardi. Mana ola qol. Rahmat kattakon, yana olib kelaman agar topa olsam. Xo'p. Janob mer, assalomu alaykum. Va alaykum. Jo'xa, seni manyakni ko'rdingmi? Qayerdan bildingiz? Ertalabdan beri hamma jitellar kelib shunaqa deyapti. Qanday qilamiz endi, nima qilamiz tushunmayapman. U yaramas manyak boshqa qishloqdan kelib qolgan, 1-2 kundan keyin qaytib ketadi, qo'rqma. Mayli. Lekin qanaqasiga 1-2 kundan keyin qaytib ketishi mumkin? Yaxshisi u manyakni yo'q qilish kerak. Chunki yo'q qilmasak, balki o'sha 1-2 kun ichida kimlarnidir xonavayron qilib ketishi mumkin, balki umriga virgul qo'yib ketishi ham mumkin. Xullas, nimadir muammo chiqazib ketadi. O'shaning uchun nimadir o'ylab topish kerak. Uyimda stop. To'xta, yaramas. Qani? Yo'q. Stop, o'zi shu yerda turgandi. Nima bu, sehrgarmi? Bir paydo bir yo'q bo'lib qolaveradi. Tushunmadim. Mayli, hozir menda bitta reja bor. Bilasizlar, uyimning atrofiga kamera o'rnatganman, lekin u kamerada faqat odamlarni oddiy ko'rsatadi. Ya'ni hech qanaqangi odam kelgan vaqtda ovoz ham chiqarmaydi, belgi ham bermaydi. Hozir yangi usulda bitta kamera olib kelaman. Ya'ni odam kelgan vaqti yoki qanaqadir narsa kelgan vaqtda ovoz chiqazib bildiradi. Chingillaydi, nimadir qiladi. Xullas, o'shanaqa kamera topishim kerak, lekin qayerdan topishni bilmadim. O'ylab ko'rish kerak, qayerdan topsam ekan, yoki o'zimni kameramni shunaqa qilib nastroyka qilsam ekan. Yo'q, o'zimni kameramni unaqa nastroyka qilish uchun men dasturchi bo'lishim kerak. Men esa dasturchi emasman. Mayli, nimadir qilarman. Xo'p, mana o'sha kameralardan sotib olib keldim. Juda ham qimmat ekan, yaramaslar. 2-3 barobar narx qo'yib olganmi bilmayman. Wireless kamera va ekrani. Ya'ni bu odam kelgan vaqtda ovoz chiqazadi va bemalol qanaqa manyak keldi, qanaqa o'g'ri keldi hammasini bilsam bo'ladi. Prosta bu kameralarni hozir o'rnatib chiqish kerak. O'rnatish biroz qiyin ekan. Burchakkami, qanaqadir g'alati joylarga o'rnatish kerak ekan buni. U burchak bilan bu burchakka o'rnatsa, xullas uyning ichida mana shu, binoning ichida nima voqea bo'lsa, ya'ni qanaqa odam kelib qoladimi, nima bo'ladi, ovoz chiqazar ekan. Tak, bo'ldi, o'rnatildi. Endi ko'rinishi kerak bu yerga. Buni qayerdan borib o'rnatishga biroz ikkilanib tushunmayroq turibman. Menimcha yoniga kelib turib ustanovkani bosish kerakmi, nimadir o'rnatib olishim kerak. Tak, mana bu yerlarda ham kameralar o'rnatib chiqish kerak. Lekin ikkitagina kameraga pulim yetdi. Shuncha qimmat ekanki, ya'ni to'g'riroq, shunchalik qimmat ekanki, yarimdan ko'p pulimni sarflab keldim. Endi boshqa pulim yo'qligidan nima qilishga ham hayronman. Mayli. Muhimi o'sha manyakni yo'q qilib yuborsam bo'lgani, kelsa qurolim bilan chiqib otib tashlayman. Chunki aytganimdek 2-3 kun tursa, bu yerda 2-3 odamning umriga virgul qo'yib ketishi mumkin, yoki ikkitali nuqta qo'yib ketishi mumkin, yoki qaus yopib ketishi mumkin, yoki yana nima qilishi mumkin, barobar qo'yib misol ishlab ketishi ham mumkin-da. O'shaning uchun juda ham ehtiyot bo'lish kerak. Xo'p, bu yerga mana bu urug'larni tezroq eksam, keyin janob merga borib yo soliqlarni to'lab kelaman yoki keyingi marta qo'shib to'lab yuborsam ham bo'laveradi. Baribir janob mer unaqa bugun
qishlog'imizda soliqni majburiy qilib qo'ygani yo'q. Sababi esa o'zingizlar bilib turibsizlar, yaramas manyak ko'chada sanqib yuribdi. Любой jetelda to'satdan kelib turib, bo'ynidan bitta ushlasa tamom, qo'rqib joyiga taxta bo'lib o'lib qolishi ham mumkin. Lekin mayli, nima bo'lsa ham men qo'rqmayman-ku, muhimi. O'zim qo'rqmaganim uchun o'zim bemalol xohlaganimcha ko'chada yursam ham bo'laveradi, nima qilsam ham bo'laveradi. Mayli, o'zim ham biroz cho'chib o'shaning uchun soliqni ertangi soliq bilan qo'shib olib borib beraman. Tak, menga hozir nima kerak? Menimcha hech narsa kerak emas. Endi biroz uxlab dam olsam, ya'ni o'tirib tursam kech bo'lishini kutib, o'sha yaramas manyak kelishi bilan sirazi chiqib qurolimdan foydalanib uni yoqib yuboraman. Xo'p, shu yerda kutib turaman kelishini yaramasni. Obbo, nima bo'ldi? Mayli, joyimda uxlab tura qolay tinchgina. Qanaydir ovoz eshitilyapti. Tushunmadim. Menimcha rostdan ham voy, ana manyak kelibdi. Yaramas. Hoy, yaramas. To'xta, hozir mendan ko'rasan. Hozir qurolim qaniyda hamani ekan. Qani yaramas. Yaxshi, mana bu apparat juda ham cho'tka apparat ekan. Haqiqatdan ham kelganda qanaqadir belgi berdik. Tushunmadim. Bu yerda qanaqa? Eski podvalim axir. Yaramas. Nima qilayotganding bu yerda? Sen kimsan axir? Aytgancha bu gapira olmaydi-ku. Qanaysiga bundan savol berib gap so'rayapman. Yaramas manyak. Tushunmadim. Nima bu? Meni oldimdan bunchalik qochyapti. To'xta, yaramas. Menga hujum qilmaysanmi axir? Voy, o'tib ham bo'lmayapti. Qurolga nima bo'lgan? O'tadigan knopkasi nima edi? Tepkisi ishlamayapti. Hoy, yaramas, to'xta dedim men senga. To'xta. Obbo, noto'g'ri ketib qolyapti. Sakramay yugur, men seni ko'rmayapman. Men seni o'ldirishim uchun sekinroq yugurishing kerak, yaramas. Obbo, menimcha o'ldira olmadim chunki juda ham tez yugurar. Oy, oldimdan o'tib ketdimi? Tushunmadim. To'xta, yaramas. To'xta, tak. Obbo, yo'qolib qoldi yana. Nahotki o'ldira olmadim. Shunchalik ham lo'q bo'lamanmi? Shunchalik ham nima desam ekan, og'zi ochiq latta bo'lamanmi? Mayli, yana kelib qolsa kerak qachonlardir. Kutib turayinchi uyimga, balki rostdan ham kelar, balki kelmas. Menga to'g'risini aytsam qorong'i. Agar kelar, ana kelibdi. Hoy, yaramas. To'xta dedim men senga. To'xta, hoy, yaramas, jetel, to'xta. To'xta deyapman, hoy, yaramas. Hozir mendan ko'rasan, bu gal seni aniq. Obbo, yana shu yerga kirib ketdi. Nima uyqu olganmi bu yerni? Buncha qochib bu yoqqa kirib ketaveradi. Qaniydi? Mana, yaramas. Va nihoyat o'ldirdim. Juda ham yaxshi bo'ldi. Ana endi bemalol mazza qilib uxlasam ham bo'ladi. Jetellar ham bemalol mazza qilib o'tiradi. Xayriyat, tinchlik, mazza. Endi borib mazza qilib dam olaman.